haqiqiy ismi Temur ibn Tarag'ay Barlos bo'lib, 1336-yil 9-aprelda Kesh yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Amir Temur shatranj, ya'ni shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. U Markaziy Osiyoda qudratli, o'rta asrlarda esa mintaqadagi eng yirik imperiyaga asos solgan. Temuriylar imperiyasi insoniyat tarixida maydoni bo'yicha 26-o'rinda turadigan imperiya hisoblanadi. Amir Temurning hayoti davomida eng katta yurishi Iroq safarida bo'lib o'tgan va u 7 yil davom etgan. Ayni paytda Amir Temurga tegishli bo'lgan rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlanib kelmoqda. 1996-yil poytaxtimizda Temuriylar tarixining davlat muzeyi, shuningdek Samarqand, Toshkent, Shahrisabz shaharlarida buyuk sarkardaning haykali o'rnatilgan.